komadan chiqayotganlar haqida 3 oy ichida komadan chiqmasa, statistikaga ko'ra 80% уже komadan chiqmaydi. Birinchi 3 oyda chiqish kerakda. Komadan chiqqanlarning ko'pi uyda kimdir kutyapti degan qo'rquvga, umidga ega bo'lgan insonlar chiqargan. Mani hali oyog'iga turishi kerak bo'lgan bolalarim bor. Uyda inson kutyapti degan va ikkinchisi konslagerlarda tirik qolganlar. Endi bilmadim, avvalambor bu taqdir. Hech kim bilmaydi qachon kim qanaqa qilib o'ladi, uni bilmaymiz. No konslagerlarda ham уже mayli o'ldirsa o'ldirib fashistlar degan o'y kelayotgan insonlar uyda kutadigan insoni yo'q, umidi yo'q, qaytishga sababi yo'q bo'lganlar. Va qaytishga sababi bor bo'lgan insonlar sog'lomroq yurgan va o'ziga qarab ko'pchiligi chiqa olganda, qo'llarini qonatib, ular fashistlar kirganda qarayotganda qaysi biri уже жизненный признаклari kamayib ketyapti, simptomlari. Sog'lom ko'rinyaptimi yo'qmi, gemoglobini tushib ketganmi, qo'lini qonatib, labini surib, sog'lomroq ko'rinishga harakat qilib, Viktor Frankl o'sha konslagerda kechgan hayot haqida kitob yozgan-ku. Shular haqida ham yozganda, juda ham og'ir kitob, inson ma'noni izlab. Man's Search for Meaning. Haqiqatan ham ma'noni topolgan inson tirik qolgan va ma'no ko'pincha shu xizmat qilish, missiyani topish, nimaga yashayotganingni aniqlasang, qanday tirik qolishni topasan. Degan teoriyani logoterapevt, logoterapiyani asoschisi shu teoriyani aytgan.